ehtiyot bo'l xotin, ha. To'y. Beyo'z yiqilaman. Ya sekin o'rganasan yurishni xotin, ha. O ha qo'shni, kelin oyoq qo'ysinmi? Yo'q, oyoq singani yo'q. Griji bo'ldimi? Yo'q, griji ham bo'lgani yo'q. O ha nima bo'ldi? Endi yurayotgan bachchalarga o'xshab yurg'izibsiz? Ha, bizda xotin 3 ta tug'ib bolalarni katta qilaman deb ko'chaga ham chiqolmagan. Yurishi esdan chiqib ketib qolibdi. O'shanga yurishni o'rgatyapman hozir, ha. Bizda xotin ham bundan battar bo'ladi. Bularni yurg'izishni bitta zakkoni yo'li bor. Bera keling-da. Ha, xotin. Bir hafta onaynikiga borib ke, bolalarga o'zim qarab turaman. Onamnikiga? Ye, buni qara, bu xotinlarga onaynikiga bor desa, kasal xotin ham cho'palab ketadi-ya. Ana ketdi onasinikiga qarab. Mandarinni po'choqda. O'g'ilchangni bog'chadan olishim kerak, men ketdim, ha. Aha, yaxshi borib keling. Men borib kelgancha sen qaychi qilib qo'y xotin, mazza qilib xamir ovqatiylik. O'ylab gapiryapsizmi? Shu holimda qanaqa qilib egilibman sizga qayish qilaman? Ko'rmayapsizmi? Berayminni, men-ku berayminni. Sho'rvosaman. Sen bir bo'g'oz bo'lmay-ekanda, ana bahonalar boshlandi. Gir turay, yotsingni qara. Undan ko'ra pollarni artsak bo'lmaydimi? Hamma joy chang bo'lib ketgan. Men endi shu holimda egilib sizga pol artishim kerakmi? Rahmingiz kelmaydimi? Ko'rmayapsizmi? Berayminni, men-ku berayminni. Undan ko'ra-chi menga o'xshab damashni topishga kiyib bering. Onasini hepsini ish qilmaslik uchun o'zingga qulaylik yaratib olaver. Mayg'ur. Xotin. Patinkamni kirib qilib ber. Xonsoraga boryapman. Muhabbat shahri degan loyihasida 15% boshlanish to'lov qilsak, uy beryapti ekan. Ofisga o'tib shuni surishtirib kelay. Obbo, endi shu holimda egilib men sifatingizni kirim qilishim kerakmi? Kirishingiz joydami? Berayminni, men-ku berayminni, tavba. Endi o'zingdan ko'r. Alo. 5 minutda bo'laman hozir, ha. Dan qochamaysan. Hop. Ha, xotin. Senga egilish mumkin emas edi-ku, emaklab Axir sen berayminni deding-ku, berayminni. Bu pulda, dadasi pul. Ha, sen ayollarni pul yesin. Olmagidan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Xo'sh, kuyov, nima ish qilasiz? İçki ishlarda ishlayman. İçki ishlarda ishlarkan qahramonim. Kuyoving bo'lsa ichki ishlardan bilsin. Kuyov, biz ham asli organdan chiqqan odammiz. Dadasi, hammamiz organdan chiqqanmiz. Seni onangni organdan chiqqansan. Men organdan pensiyaga chiqqanman, aralashma. Kuyov, biz bir maslahatlashaylik, sizga javobini aytamiz. Qani, amin. Xo'p, kutaman. Quloqiga nimaga qalam qistirib olgan? Bular jinoyatchilarni ushlaganda joyida protokol qiladi-da, ichki ishlarda. Dugosh, meni bo'lajak erim ichki ishlarda ishlarkan. Qizimni yaxshi joyga beryapman-da. Ko'ziga qarab yursa bo'lmaydimi? Borib seni qammatga o'raman. Meni kuyovim ichki ishlarda ishlaydi, tushundingmi? Voy qarindoshlar, qizimni uzatyapmiz. Kuyovim ichki ishlarda ishlar ekan. Rajab, kuyovim ichki ishlarda ishlaydi deb maqtanib yuribsan, hozir soxta xodimlar ham ko'payib ketgan. Bir surishtir qani? Dadasi, surishtirikchi, rostdanam ichki ishlarda ishlarmikan? Unda men bir surishtirib kelaychi. Bu yo'qda nima qiladi bizning kuyov? Jinoyat bo'lganmi yo'q? Assalomu alaykum. Bu dishi dadajon, yaxshimisiz? Siz uyalmaysizmi katta odamni aldagan, ha? Siz menga ichki ishlarda ishlayman degandingiz. Yo'q, dadajon, men sizni aldaganim yo'q. Rostdan men ichki ishlarda ishlayman. Ustolarning tilida uyni ichida qilinadigan hamma remontlarni ichki ishlar deyiladi. Malyar, kafel, stяжка, внутренний работада men sizni aldaganim yo'q. Rostdan ichki ishlarda ishlayman, dadajon. Mana shu qalamdan bilsam bo'lar ekan, ha? Voy dadasi, bordingizmi? Kuyov rostdanam ichki ishlarda ishlar ekanmi, ha? Ha, rostdan ham ichki ishlarda ishlar ekan. Buncha baxtliman.